Hello, mama. Sonunda sizlar bilan majunlar bo'lyapti. O'zimiz mana o'zimiz qishlog'imiz bo'lyapti. Bugun nima so'qamiz desangiz hech nima so'qmaymiz. Bugun bizlar maktab so'qamiz. Maktab degani endi maktab emas. Bu uyning oxirini so'qamiz. Oxirgi yerlarini so'qamiz. Pollar so'g'irgida. Buni jansizda so'g'aman men joqmayman jonlida. Anday jonlida bir kun jasab ko'ringmi? Kommentariyga yozib ketamiz. Bugun bizlar mana qo'yib ketdi. Pollar ko'chirtaman shunga samanga uyda tez so'q dedim mer shunga tez so'q kerak yakista olmaz beraman deb keragi yo'q dedim ne bering deb bijvanya dedim bir oyga dedim yaxshi deb endi bir oyga ishim men anday qilaman bijvanyada yuraman bir oy so'q tashlash kerak aynalarni so'g'ish kerak tubilarni so'g'ish kerak bu ikki tarzli qilib berdi bir tarzli qilamiz yarim kun bo'lsam bijvanya kerak qilma ikkinchi tarzini so'q deganda qarshi olmos beraman deb keragi yo'q dedi ikkinchi tarzini so'qilibdi birinchi tarzini so'q beraman bo'ldi men boshqa bir merim bor shu ikkitamiz yashayapmiz qishloqlar keladi bir 11 ta qishlog'imiz bor bizlarning jamol 2 jamol bir narsa jamol akam bor mening shu bilan mer bor shu bilan esa ana hukumat javohir bor shular bilan yashayapmiz bizda shunday o'ylamiz javohir man borman shu bilan esa Shelby bor Chelsea degan odam bizlarda oti bir turli burungoda ko'chib keldi bir kun bo'lyapti tomlarga ko'chib keldi men qo'ng'ishim Chelsea deydi oti ana bir komandaning oti bu men futboldagi komandaning oti o'xshaydi Chelsea deydi biroq tez so'qisada merdinga qaysi kommentariyga yozib keting bu yerda qaysi bilan ana bir yerda mayoq bor bizlarda shularni esa ikkinchi odamlar ko'chib kelyapti 12 bo'layotganmiz bizlar 14 qishloqqa hamma keladi mo'katto'g'im 14 qishloq bo'ldi o'zining qishlog'idan zerikib ketgan youtuberlar ham kelib ketsa chotam deydi DZ Minecraft ketdi-da insoro kompot kelsa kompot degan youtuber bor shu kelsa ma bo'ladi qaraysan men nerdan rivojlantiraman shu bilan zo'r uylarni so'g'aman men bironda serda bir mashina shahar bor edi men o'z ismini akaza 14 qishloq deb qo'yganimda akaza 14 qishloq shu o'shib ketdi endi esa bu 14 qishloq endi shu Naruto qishlog'i deb qo'yaman hop kompyuterda esa FIFA o'ynaydigan keting men birga bir o'ynayman men esa ikkinchi onlaynda o'ynayman shunga hop birga bir chaqirib qaraman hop bu garaj qilib boraymi bir ana bundan ana
Tak, tez qo'yib chiqsam aytdim. Tak, bizlar esa tez qo'yib chiqdik. Toshni kuyitib qo'ydim. Ajab dadam. Toshim eshitilmayotgan bo'lsa kechirasiz do'stlar. Majallarni o'zi qo'yib oladi bu ishni. Satlan. Bittasini qo'ysam. Bu yoqqa bir toshlar eshitilayotgan bo'lsa kechirasiz do'stlar. Bo'ldim. Hayır do'stlar, sizlar bilan bugun Naruto bo'ldim. Hayır. Internet qishloqqa ham kelib tursin. Bu yerda uylarimiz ko'p bizlarning. Mana bu yerda James Stinger neredeyse. Dom, yerdan dom bor. Shu yoqda ko'p uylar bor. Sonra topgan odam bo'lsa, yerning uyini topgan odam bo'lsa, kommentariyga yozib keting. O'zim aytib qo'ya qo'ying. Navru, yerning uyim Navru, yerning uyi. Sorma. Mallar ham bor edi, yo'q bu ketdi. Shu bilan esa 100 ga yetishimiz kerak. Shu bilan esa bir kas, shu bilan esa 14 qishloqqa kelganlar. Darcha bor bizlarda, darchalar bor, darchalar dingi. Shu bilan esa klasda mana kelinglar. 14 qishloq 40 kilodan edi. Mixtaga tekshirib qoladi. Qayerga deydi? Shu bilan esa pasportlar dedi ko'rsatdi. Shu bilan kirib ketsangiz bu mahkamaga nega qo'yib ketaveradi. Bu esa kirgansa bu mening uyim. Hopman mehmon bo'lib ketdi. Uylarimiz ham bizlarda ko'p uylarimiz bor. Bu magazin, bu esa mashina qo'yadigan yer edi. Bu esa bu yerda parkurchilar bo'lsa parkurlar bor, vertolyot bor, neredeyse har turli mashinalar bor. Men bu qishloqdan chiqolmayman, chiqib ketsam pasport menda yo'q, o'ncha yana bu yerdan ko'rdim shunga. Bu yerda o'ncha yo'qda, shunga esa men hozir chegaradan chiqib ketaman, u yoqdan chiqib ketsam bo'ldi. Pasport bor yo'q menda. Shunga pasport so'raydi, pasport yo'q bo'lsa chegaradan o'tkazmay oladi. Shu bilan esa hayronmanman, sizlar bilan bugun markazda fermerlar bo'lsa, shunga mana fermerlarga hop hayronmanman, youtuberlar ko'ryapkan bo'lsa, assalomu alaykum deb qilaman. Hop, xayr, hammaga assalom. Xayrda, davay.